Hammaga assalomu alaykum, hurmatli haydovchilar. Ko'pchilik savol bergan, ya'ni pultdan mashina zavod qilganda stator qo'shilib qolishiga to'g'rilasa bo'ladimi, yo'qmi? Hozir zavod qilib ko'ramiz mana. Ahamiyat berasizlar, mashina zavod bo'lganda stator qo'shilib qoladi, g'ijillab. Ko'p avtomobillar pultda mana shunaqa zavod bo'ladi. Egalari o'ylashadiki, pultda mana shunaqa zavod bo'ladi. Aslida stator qo'shilib qolayotgan bo'ladi. Ya'ni mejigar blok ko'proq stator ushlab turibdi. Hozir yana boshqatdan zavod qilamiz. Ahamiyat berasizlar. Oshna zavod bo'lishi bilan g'ijjet stator qo'shilib qoladi. 1,5 sekundcha. Va yana ko'pchilik savol bergan, statorni kam qo'shyapti, ya'ni kam aylantiryapti deyishyapti. Hozir ikkalasini, ya'ni kam va ko'p qo'shadigan qilib bitta relay bilan hal qilamiz inshaalloh. Zamogdagi elementni chiqarib olamiz hozir, ya'ni shtekrini. Shtekirda 5 ta sim bo'ladi. Magnitofon, ACC, ya'ni главный plus va stator zamok 1, zamok 2. Stator matizlarda mana bu sariq sim. Uni biqqani kesilib, ya'ni yorilib, mejigar qo'yilgan bo'lsa, mana bu sariq sim ulanadi. Ya'ni bu mejigarni zavod qiladigan simi. Xo'p, buni ajratib olamiz. Va bizga keyingi kerak bo'ladigan sim bu zamok 2. Ya'ni mejigar qo'yilgan bo'lsa, yashil sim ulangan bo'ladi bu simga. Stator 2 sariq sim, zamok 2 niki qizil sariq chiziqli sim. Generator simi matizda oq bo'ladi. Men tablodan tushirib kelganman sim ulab. Mana sariq qora poloskali sim, ya'ni mejigarniki shunga ulanadi, mana ulab qo'yganmiz. Endi bizga bitta relay kerak bo'ladi. Oddiy 4 oyoqli relay. Hozir bu yerda 5 oyoqli ekan, farqi yo'q. 4 oyoqli ham bo'ladi. O'tgan safargi videodagi relay. Bu relayga bitta dona diod kerak bo'ladi. 1 amperlikmi, 2 amperlikmi? Amperini farqi yo'q. Diod bo'lsa bo'ldi. Diod qo'yilishi xuddi shu holatda bo'ladi. Ya'ni oq chiziqli tomoni 86 ga va chizig'i yo'q tomoni 87 ga ulanadi. Endi payga qilib chiroyli qilib ulasa bo'ladi. Men shunchaki ko'rsatib beraman xolos. Qaysinga ulanishini. Endi buni ulab chiqamiz. Buni ham qo'yish juda ham oddiy, oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Relaydan chiqqan 30-raqamli oyoqchasidan chiqqan simni mejigardan chiqqan yashil sim ulangan, ya'ni o'sha zamok 2 ga ulaymiz. Keyingi sim bu 87, ya'ni chiqish. Bu simni stator simiga ulab qo'yamiz. Matizlarda sariq sim bo'ladi. Ya'ni relaydan chiqqan 86-raqamli oyoqchasiga mejigar
blokdan kelayotgan sariq sim, ya'ni starter qo'shadigan simiga ulab qo'yamiz. Relaydan chiqqan 85-raqamli oyoqchasidan chiqqan simni generator kontrolka simiga ulaymiz. Bu tablodan tushib kelgan sim. Generatorni simi, ya'ni mejgar blokdagi sariq qora poloskali sim ham shunga ulanib turishi kerak bo'ladi. Bo'ldi, ulandi. Endi ishlatib tekshirib ko'ramiz. Ko'pchilik aytishyapti, menda ishlamadi, xuddi shunday uladim, bu yoq. Do'stlar, men birovni aldamayman, boshqa qilmayman. Ishlatib ko'rsatib beraman. Mana. Zavod qilib turamiz. Mana. Bu yerda zavod bo'lishligida hech qanaqa xatolik bo'lmaydi, chunki generator aniqlik bilan ishlaydi, relay bilan va joyida o'chiradi. Xo'sh, o'chishi tormozlanib ketdi. Endi motor tomonidan ishlatib ko'ramiz. Do'stlar, ahamiyat berasizlar zavod bo'lishiga. Joyida starterni ajratyapti zavod bo'lish bilan relay. Va yana zavod qilib ko'ramiz. Mana. Avtomobil zavod bo'lish bilan relay ajratib yuboryapti. Endi uzoq aylantiradigan, ya'ni starter uzoq aylanib zavod bo'ladigan mashinalarga ham xuddi shu relay ishlashiga yordam beradi, ya'ni zavod bo'lishiga hozir sizlarga tushuntirib beraman. Mani mashinam tez zavod bo'ladi. Hozir benzin asosi предохранительni olib qo'yamiz. Deylik, bizni avtomobilimiz uzoq aylanib zavod bo'ladi. Qani endi masofadan zavod qilib ko'ramiz. Mana do'stlar, uzoq aylantirish kimga kerak edi? Hech kim o'ziga shunchalik uzoq aylantirmasa kerak. Ya'ni birinchi urinish tugadi. Endi hozir ikkinchi urinishga o'tadi mejigar. Mana boshlandi. Hozir predохранительni va avtomobil zavod bo'ldi. Yana bitta narsa do'stlar, bu relayni qo'ygandan keyin Cobalt zamon bo'lib qoladi. Ya'ni pultdan zavod qilsak ham, start stopdan zavod qilsak ham, kaltdan zavod qilsak ham, avtomobil qachon zavod bo'lsagina relay o'chadi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.